Men Ferkaman, doim odamlarni hayron qoldirishni va sifatni yaxshi ko'raman. Men Vekaman, jamoa miyasiman. Agarda men bo'lmasa, Ferka sizlarni kuldira olmaydi va hayron qoldira olmaydi. Men operator va montajchi. Operatordan intervyu olishimiz shartmi? O'ylaymanki, boshqa savol beradigan odamlar bor. Kreativ g'oyalarga men javob beraman va jamoada har birimizning o'rnimiz bor. Asosan g'oyalarni operator bilan yozamiz. Ferka jamoamizda tashkiliy ishlar bilan shug'ullanadi. Oxirgi paytda jamoa g'oyalari sal sustay tuyulishni boshladi. Ular yaxshi ishlashmayapti. Ferka juda oshirib yuboryapti. Hammasi ideal bo'lishini xohlayapti. Aniqrog'i perfeksionizm. Ular meni tushunmaydi, chunki men hamma narsani o'ylab ish qilaman. Sizlarga esa musor berishni xohlamayman. Bular yana boshladi. Musor? Meni xatolarimni hatto san'at darajasida qabul qilishadi. Oshirib yuboryapti. O'ziga bino qo'ygan ahmoq. Hech ham unaqa emas. Meni ssenariyim asosida olingan videolarni daholar tomosha qilishadi va tushunishadi. Shuning uchun ba'zi videolarimizni prosmotrlari sal kamroq, chunki hamma ham daho emas. Bizga sifat bilan birga ko'proq prosmotrlar ham kerak. Negaki reklama shunga qarab chiqadi va hech kim och qolmaydi. Axir Van Goghdek hayot kechirishni xohlamasak kerak. Yeyishga hech balo yo'qmi? Yo'q, hech narsa qolmagan. Bizga mikrofon kerak emas-ku, ha? Jamoadagi kimning aktyorlik mahorati kuchli? Ferkaga yetadigan aktyor yo'q. Uni qarshisida turish yirtqich kasatka bilan yuzma-yuz turishdek gap, chunki u sizni xohlagan payti yutib yuborishi mumkin. Meni kiyimlarni nimaga olding? Dekabr 12dan ozgina past, Kristof Vasnikidan ozgina yuqoriroq. Kim desam? Alisher Uzoqov. Kompas seriali nega tezda chiqmayapti? Pul. Ssenariyni 3 marta qayta yozdim, lekin baribir pul kerak. Ochig'i homiy qidiryapmiz. Bo'l, tushunarli. Bitta reklama bor, o'shanga ssenariy yozish kerak. Nima reklama qilish kerak? Telegramda coin yig'ib, ularni xohlagan payting pulga aylantirib olsang bo'lar ekan. Yami bot degan. Keyin u yerda olmos yig'ib, Telegram premium ham olsang bo'lar ekan. Qanaqa Yami bot dedingmi? Men ssenariy yozishni boshlayman. O'sha reklamadan bozorlik qilib kel, iltimos. Chiroyli qilib reklama qilib beraman. Agar sheriklarim so'rashsa, ularga reklama narxlaringiz qimmat ekan deb ayting. Pulni kattadan jo'natasiz va hech kim hech narsani bilmaydi. Pulni kattangizga tashladim, tushdim. Ha, tushdi. Bo'pti, men kechda kelaman. Nu nahar. Veka. Yo, sen ko'rdingmi? Ko'rdingmi buni?